Farzandingizdagi asosiy muammolar nimalardan iborat? Bugungi murojaatim onajonlar uchun. Ishtaha yo'qligi, tez-tez shamollash, qorinda og'riq, tengdoshlari orasida ham jismoniy, ham aqliy rivojlanishda ortda qolishi, bularga birgina sabab bo'lishi mumkinligi haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Agarda bu muammolar sizning farzandingizda kuzatilayotgan bo'lsa, sizga aynan Kokuzi mahsuloti yordam beradi. Bu mahsulot bilan siz farzandingizni yoshlikdan o'smirlikkacha bo'lgan davrda o'zlarini yaxshi his qilishlari uchun yordam berasiz. Kokuzi nafaqat bolalarga, balki kattalarga ham birdek zarur. Uning xususiyatlari: qonni ko'paytiradi, issiq kunlarda quyoshdan saqlaydi, ichaklarni parazitlardan, shlaklardan tozalaydi va ayniqsa homiladorlarda toksikozni yengil o'tishiga yordam beradi. Narx va qo'shimcha ma'lumotlar uchun Directimga murojaat qiling.